Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya chet elliklarni urushga yollashni chekladi. Biroq videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Ilgari chet elliklarni Ukrainaga qarshi urushda qatnashish uchun shartnoma tuzishga faol taklif qilgan rossiyalik yo'lovchilarga bir necha mamlakatlar eslatilgan qora ro'yxatni berishdi, deb xabar bermoqda Vajniye Novosti. 2026-yil yanvar oyi boshida fuqarolariga Rossiya qurolli kuchlari bilan shartnomalar imzolash taqiqlangan 36 ta mamlakat ro'yxati tarqatildi. Ushbu ro'yxatga asosan Afrika va Arab davlatlari, shuningdek ilgari do'stona deb hisoblangan ba'zi mamlakatlar Xitoy, Hindiston, Braziliya, Janubiy Afrika, Turkiya, Kuba, Afg'oniston, Eron, Venesuela va boshqalar kiritilgan. Bu qarorni kim aniq qabul qilgani rasman e'lon qilinmagan. Cheklovlar ushbu mamlakatlar rasmiylarining murojaatlaridan so'ng joriy etilgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilinmoqda. Masalan, 2024-yil o'rtalarida Nepal, Hindiston va Shri-Lanka Rossiyadan o'z fuqarolarini yollashni to'xtatishni so'radi. Keyinchalik Moskva hindlar va shri-lankaliklarni yollamasligini bildirdi. 2025-yil noyabr oyida Iordaniya ham shunga o'xshash talab qo'ydi va tez orada u ham shartnoma asosida yollashga ruxsat berilmaydigan mamlakatlar ro'yxatiga qo'shildi. Keniya ham stop listga qo'shildi. Avvalroq mingdan ortiq Keniya fuqarolari Rossiya armiyasida xizmat qilayotgani haqida xabar berilgan edi. Keniya rasmiylari o'z fuqarolarini yollashni to'xtatishni ochiqchasiga talab qilishgan. Ba'zi manbalarga ko'ra ro'yxat fevral oyida kengaytirilgan bo'lishi mumkin. Unga Argentina, Iroq, Yaman, Kamerun, Kolumbiya, Liviya va Somali qo'shilgani aytilmoqda. Biroq ba'zi Rossiya yollash markazlari jurnalistlarga kolumbiyaliklarni ham qabul qilishda davom etayotganliklarini ma'lum qilgan. Ba'zi mamlakat fuqarolarini yollash rasman cheklangan bo'lsa-da, chet elliklarni yollash amaliyoti davom etmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan migrantlar tobora ko'proq yollama askarlarga aylanmoqda. Ular katta to'lovlar, fuqarolik va imtiyozlar va'dalariga aldanib qolmoqda. Bosim va aldash holatlari ham ko'plab qayd etilgan. Inson huquqlari faollari va ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, ba'zi migrantlar tahdidlar, hujjatlar bilan bog'liq muammolar yoki hatto giyohvand moddalar bilan bog'liq uydirma jinoiy ayblovlar orqali shartnomalar imzolashga majburlanmoqda. Migrantlar esda tutishlari kerakki, boshqa mamlakatda harbiy operatsiyalarda ishtirok etish ularning vatanida jiddiy jinoiy jazolarga, shuningdek hayot va sog'liq uchun xavf-xatarga olib kelishi mumkin. Har qanday qaror qabul qilishdan oldin ma'lumotni sinchkovlik bilan tekshirish va oson pul topish xom xayollaridan voz kechish lozim. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Migrantlar Rostov viloyatiga kamroq kelmoqda. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. 2025-yilda Rostov viloyatida 113 ming nafar chet el fuqarosi va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ro'yxatga olingan. Bu ko'rsatkich 2024-yilga nisbatan 4% ga oshgan. Ushbu ma'lumotlar Rossiya Ichki ishlar vazirligining mintaqaviy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Rechitskiy tomonidan matbuot anjumanida taqdim etildi. Ro'yxatdan o'tgan migrantlarning umumiy sonidan taxminan 91 ming nafari mavsumiy migrant ishchilardir. Mavsum oxirida ular odatda mintaqa va mamlakat tashqarisidagi doimiy yashash joylariga qaytadi. 2026-yil yanvar oyidan boshlab mintaqa migrant ishchilari uchun patentni hisoblash shartlarini o'zgartirdi. Uning narxiga ta'sir qiluvchi koeffitsient 2.1 dan 3 gacha oshdi. 2026-yilning 1-oy statistikasi vaziyatning o'zgarishini ko'rsatmoqda. Yanvar oyida Rostov viloyatida yangi ro'yxatdan o'tgan xorijiy fuqarolar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 12.4% ga kamaygan. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migrantlarga qo'shimcha to'lovlar joriy etish taklif qilindi.
Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Rossiya Federatsiyasi Moliya vazirligi vizasiz mamlakatlardan kelgan mehnat migrantlarining Rossiyada bo'lishi iqtisodiy shartlarini kuchaytiradigan qonun loyihalari to'plamini tayyorlagan. Hukumat nafaqat migrant o'zi uchun, balki voyaga yetmagan farzandlari uchun ham ishlash huquqini beruvchi patentga pul to'lashga majburligi haqida tashabbusni ko'rib chiqmoqchiligini aytilgan. Taklifga binoan har bir voyaga yetmagan oila a'zosi uchun patent qiymatining 50% miqdordagi qo'shimcha to'lov joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Patent narxi hududga qarab farqlanib, mamlakat bo'yicha 3,4 mingdan 27,3 ming rublgacha, Moskvada esa taxminan 10 ming rublni tashkil etishi ma'lum qilingan. Manba Migrant Mobil. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya arzonroq ishchi kuchini qidirmoqda. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Rossiyada tobora ko'proq ish beruvchilar MDHdan kelgan an'anaviy migrant ishchi kuchidan voz kechib, Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyodan ishchilarni yollashni boshlamoqda. Ular qatoriga Hindiston, Bangladesh va Xitoy fuqarolari kiradi. Bu o'zgarishning asosiy sababi puldir. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan migrantlar so'nggi yillarda yuqori maosh talab qila boshlagan. Ular tobora ko'proq oyiga $1000 va undan yuqori daromad so'rashmoqda. Ko'pgina kompaniyalar, ayniqsa qurilish, logistika, qishloq xo'jaligi va tozalash sohalarida bunday xarajatlar juda katta bo'lib bormoqda. Shu bilan birga, Osiyo mamlakatlaridan kelgan ishchilar kamroq, taxminan oyiga $700-800 ishlashga tayyor. Bu biznes uchun sezilarli tejashni anglatadi. Shuning uchun ish beruvchilar tobora ko'proq Osiyoga qarab, xarajatlarni kamaytirish va foydani saqlab qolishga harakat qilmoqda. Biroq bir ishchini boshqasi bilan almashtirish ham yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Osiyodan kelgan ko'plab ishchilar rus tilini kam biladi yoki umuman bilmaydi. Bu esa ish beruvchilarni tarjimonlar va o'qishga vaqt hamda pul sarflashga majbur qiladi. Hujjatlarni rasmiylashtirish, uy-joy bilan ta'minlash va kundalik hayotni tashkil qilishda qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bundan tashqari, bu ishchilarning ishga, intizomga va xavfsizlikka yondashuvi odatiy yondashuvdan farq qilishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bu odatiy bozor reaksiyasi. Ishchi kuchi narxi oshganda biznes arzonroq muqobilini qidiradi. Ularning fikricha, kelgusi yillarda kompaniyalar tobora ko'proq aralash jamoalarni tashkil qiladi va turli mamlakatlardan kelgan migrantlarni ish bilan ta'minlaydi. Migrantlar uchun bu raqobatning kuchayishini anglatadi. Ish o'rinlari kamayib bormoqda va talablar qattiqlashmoqda. Ish beruvchilar tobora pastroq ish haqiga ishlovchi va yangi sharoitlarga tezroq moslashishga tayyor bo'lganlarni tanlamoqda. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz.